Assalomu alaykum hammaga. Bugun Kapitan Kargoning faoliyati bilan to'liq tanishasiz. Bizning omadli mijozimizga siparish sovg'a qilganimizni ko'rdingiz, bizning xizmatlarimiz bilan to'liq tanishdingiz. Endi navbat ehsonlarimizga. Bunaqa joyda odam kibr sinadi, asliga qaytadi. Haligi maskalari yechiladi. Zo'r deyman, bir narsani eriyotgan his qiladi odam. Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. O Muhammad Allohga habib. Holimizni ko'rsalar edi. Oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz. Rasululloh bo'lsalar edi. Holimizni ko'rsalar edi. Aslida men sizlarga biza bozorga olib keldik. Kalbasa. Bu mana senga buni biz olib kelmadik. Buni bitta katta jamoamiz bor bizani Kargo degan. O'shanda bizga klientlar, mijozlar yuk topshiradi. Yuk topshirgandan keyin o'sha ma'lum bir qismidan ajratiladi. Xullas, bu ko'pchilikniki. Endi bitta chiroyli qilasan. Koreyadagi akalarim, sog'-omon qaytib kelsin. Allohu akbar. Ey malades. Sunnatlarin bajarib Biz Koreyada yurgan, o'qiyotgan, ishlayotgan vatandoshlarimizga xizmat ko'rsatamiz. O'shalar bizga mijoz bo'ladi. O'shalar mablag' ortilgan mablag'dan bir qismi ehsonga ajratiladi. Xudo xolasa birinchisi nasibali bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, topganlar yaxshi kunlarda to'ylarga bersin. Umrlari uzoq bo'lib, sog' salomat ishlab yuraversin. rahmat aytgan ehson. Allohu akbar. quchoqlasa qaniydi to'yar. Rasululloh bo'lsalar edi. Har bir dardu g'amlarga tabiiy bir inson Bu ehsonimiz shu Koreyadagi ishlab yurganlarga xizmat ko'rsatish, kargo pastga jo'natish. O'shaning orqasidan kelyapti. O'shanga ular sababi katta, ular katta sababchi. Marhamat. Biz Koreyada ishlab yurgan musofirlarga xizmat ko'rsatyapmiz-da. Koreyadagi musofirlarimiz ham duo qo'ysangiz, shular ham katta sababchi. Shu chetda yurgan insonlarni yaratganiga doim qo'llab-quvvatlab yursin. Yurgan joylarda yaxshi insonlar yo'liqtirsin. Dillo saroylar bo'lmas edi ishratgoh joylar. Rasululloh bo'lsalar edi. Koreyada ishlarimiz orqasidan ehson qilamiz deb boshlaganmiz. O'shaning uchun Koreyadagi vatandoshlar, musofirlar katta sababchi. Bo'lmas edi ishratgoh joylar. Rasululloh bo'lsalar edi. Har bir dardu g'amlarga tabiiy Musofirlardagilar hammasini bitta eslab, sog'ligini so'rab duo qilamiz. Allohim xudojon ish qilib, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Oilalaringizga tinchlik, totuvlik tilayman. Mana shu kelganlaringiz uchun, meni so'rab kelganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Musofirdagi yurtdoshlarimizga ham uzoq umr tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Ota-onalarini ko'z yoshini to'ktirmasin Allohim. Alloh xudo xolasa tez kelib turamiz, ko'ngilni cho'ztirmang. Xo'p, sog' bo'ling. yo habibim O'shani foydasini ma'lum bir qismi mana shu ehsonga ajratiladi. Bu birinchi ehsonimiz. Demoqchi bo'lganim shu, biz bilan birga ishlaganlar sababchi bo'lib qolyapti. O'shalarning haqqiga, musofirlarning haqqiga, hammaning haqqiga bitta duo qilib bersangiz, xudo ishlarimizni barchasiga, chunki mana shuni xayr ehsonga qo'shilgan bo'lsa, sizga ham boshqalarga mingdan biringizga ming rahmat. Topganlaringiz to'ylarga buyursin. Amin. Allohu akbar. ummatingizdan durud salom.
Biz Koreyada ishlaymiz. Koreyadan O'zbekistonga tovar olib kiramiz. Shu yerda O'zbekistonda ishlayotgan vatandoshlarimiz yuklarini olib kirib beramiz. Shunaqa ishlar boshlaganmiz. O'sha ishimizni foydasini ma'lum bir qismi shunaqa ehsonga ajratiladi. Xudoingiz bitta duo qilib bersangiz, chiroyli qilib ishlaringizga rivoj, umrlaringizga fayzi baraka, rizqlaringizga ham sizlarga ham baraka. Alloh xo'sh. Ya Muhammad sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad durud salovat muhabbat durud salovat. Videoni shu yergacha ko'rib kelgan bo'lsangiz, siz bizning faoliyatimizga befarq emassiz. Sizga kattakon rahmat va bizni hamma qo'llab-quvvatlagan hammaga rahmat. Sizlar bilan Kapitan Kargo hali oldinda katta proyektlarimiz va chiroyli ehsonlarimiz ko'p. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.